Hozirgi kunda kunlar isib ketdi va hamma ko'pchilik bolalarni akvaparklarga, suv havzalariga olib borishadi va shunda bolalarda ko'pincha quloq og'rig'i, qulog'iga suv kirib ketish holatlari bo'ladi va ko'zi qizarib ketish holatlari ko'p kuzatiladi. Shu nima sababdan? Endi hozirgi vaqtda Toshkentda juda kunlar issiq, anomal issiq. Bunda ota-onalar bolalarni olib suv havzalari, katta basseynlarga shu dam olishga ko'p borishadi. Bu holatlarda masalan agar oqar suv havzalari bo'ladigan bo'lsa, bu havzalarda cho'milish xavfsiz emas. Ya'ni suv sovuq bo'lishi mumkin va bolajonlar bir-biri bilan o'ynaganda qulog'iga suv kirib ketish holatlari kuzatiladi. Agar basseyn sharoitida bo'ladigan bo'lsa, basseynni tozalash uchun unga har xil eritmalar solinadi, tozaligini saqlash uchun, dezinfeksiya qilish uchun. Ana shu holatlarda agar xloramin eritmasini ko'proq solib yuboradigan bo'lsa, bu ba'zi bir insonlarga, bolajonlarga ko'zga allergiya berishi mumkin. Bu allergiya ya'ni qizarish, qichishish holatlari juda ko'p kuzatilib turadi va bu bolalar shifokorga murojaat qilishadi. Hozirgi kunda ko'p suv havzalari ochiq joyda joylashgan va bu holatlarda ko'p bolalarda kuzatganimiz terisi kuyish holatlari bo'ladi. Shunda nima tavsiya bersangiz bo'ladi? Terini kuyish holatlari bu quyosh nuri ta'sirida, issiqlik nuri ta'sirida bo'lishi mumkin. Unda o'sha teriga kerakli bo'lgan mayzlar, kremlar bo'ladi. Shu kremlarni, mayzlarni surib qo'yishimiz kerak va bu bolani shu terisi tuzalmaguncha shu basseyn suv havzalariga tushirish mumkin emas, chunki shilingan terilar bilan agar suv havzalariga tushadigan bo'lsa, ularda teri kasalliklari boshlanib ketishi mumkin. Shuning uchun buni profilaktika qilib, biz bu bemorlarni yoki bolajonlarni tuzalguncha suvga tushirmasligimiz kerak.